Xo'sh, demak, dars bandlikka yozayotgani uchun bu ilovada maksimum yozish 10 minut. Biroz olmasangiz, shuning uchun 2 ga bo'lib darslarni yozamiz. Keyingi iqtisodiy tizimga to'xtalsak, bu rejali iqtisodiy tizim, ya'ni sotsializm. Sotsializm nima bo'lishini endi tarix o'qiganlar bilsa kerak. Ko'proq davlat roli oshadi bu yerda. Bu iqtisodiy hayotni tashkil etish usuli bo'lib, unda yer va kapital davlatga tegishli. Bu yerda biz davlatga tegishli, boya an'anaviy tizimda o'zingizga tegishli edi u. Xo'sh, cheklangan resurslar markaziy hukumat ko'rsatmalariga binoan va oldindan tuzilgan reja asosida taqsimlanadi. Ya'ni rejali tizim, aytib qo'yibdi, reja tuziladi. Davlat kimga qanchadan mahsulot bo'lib berishini oldindan rejalashtirib qo'yadi. Endi buni ham o'zining afzalliklari va kamchiliklari bo'lishiga to'xtalsak, rejali tizimning afzalliklari: maqsadga erishish uchun resurslarni jamlash qobiliyati. Ya'ni siz davlat endi o'ziga oldi to'sib hech qanday resurslarni bemalol o'ziga to'play oladi. To'liq bandlik. Ish deyarli hamma ish bilan ta'minlanadi. Kelajakka ishonch. Ya'ni davlat endi sal sodda tushuntirsak bu narsani, qancha pulingiz ko'p bo'lsa, xarajat qancha ko'p olsangiz, daromad shuncha yarasha topasiz. Simbolik davlat. Inflyatsiya yo'qligi. Agar bu yerda to'liq bandlik bo'ladi, oylarim shunga yarasha, mahsulotlarim shunga yarasha chiqariladi, bu yerda pulning qadrsizdan inflyatsiya darajasi past bo'ladi. Endi ijtimoiy kafolat va xavfsizlik, bu nima deb tushunishimiz kerak. Endi eshitishimiz mumkin, mehnat shartnomasi mehnat daftarchasi bor, mehnat shartnomasi bor, ular tuziladi, ishchilarning huquqlari 100% himoya qilinadi. Demak, kamchiligi jamiyatning barcha ehtiyojlarini aniq rejalashtirish va ularni qondirish uchun resurslarni samarali taqsimlash mumkin emas. Endi sizga buni tushuntirsam, masalan, ikkita korxona bor, bittasi katta, bittasi kichkina. Endi ikkalasiga ham bir xildan 100 litrdan benzin beriladi, 100 litrdan. 100 litr benzin katta korxonaga yetmaydi, kichik korxonaga esa ko'plik qiladi. Bu yerda nima bo'ladi? Katta korxonaga yetishmovchilik, kichik korxonaga esa ortiqcha mahsulot paydo bo'ladi. Ya'ni resurs paydo bo'ladi, resurs yonilg'i. Endi nima qiladi? Kichik korxona bu prosta resursni ishlatmaydi yoki isrof qilishi mumkin, biror joyga yo'qolib qolishi mumkin, to'kib shunday. Shuning uchun bu yerda teng bo'lmagani uchun mana shu bir kamchilik hisoblanadi bu tizimning. Xo'sh, ishlab chiqarish va texnik taraqqiyot uchun yetarlicha rag'bat yo'q. Majburiy ma'muriy usullardan foydalanish zarurati tug'iladi. Nima tushunishimiz mumkin? Bu davlat nima desa shuni qilasiz. Yangilik qilganida sizga davlat masalan ortiqcha daromad oylik qo'shib bermasligi mumkin bu tizimda. Davlat chunki hammasini rejalashtirib tuzib qo'ygan. Bundan rejadan tashqari chiqmaydi. Moslashmaslik, tashqi sharoit o'zgarishiga kechikkan javob. Endi bu sizga sodda tushuntiradigan bo'lsam, rivojlanishdan orqada qolish. Hamma narsani reja qilib ketaverasiz, davlat rejasi qilib ketaverasiz, lekin rivojlanishdan orqada qolib ketasiz. Bu endi rejali tizim an'anaviy tizimning deyarli o'zi, faqat unda davlat roli oshgan bo'ladi. Shaxslarniki emas. Xo'sh, keyingi tizimga o'tadigan bo'lsak, bu bozor tizimi. Bu bozor tizimi kapitalizm, ya'ni bir shaxslar o'zi javob beradi, o'zining xususiy mulki bor. Xo'sh, bu iqtisodiy hayotni tashkil etish usuli bo'lib, unda yer va kapital shaxsiy mulk hisoblanadi. Shaxsiy mana. Shaxsiy mulk degan joyga urg'u beramiz, shaxsiy mulkka. Ya'ni siz o'zingizning mulkingizni bozorga olib chiqib sotasiz, xohlagan narxingiz bilan. Xohlasangiz 10 ming, xohlasangiz 20 ming. Xo'sh, cheklangan resurslar esa bozor orqali taqsimlanadi. Ya'ni siz xaridor va bozorda sotuvchilaringiz o'z mahsulotlarini taqsimlaydi, sotadi sizga. Albatta cheklangan. Xo'sh, endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu bozor iqtisodiy tizimining afzalligi va kamchiliklari. Bozor tizimining afzalliklari shuki, iste'molchilar, ishlab chiqaruvchilar o'z qarorlarini mustaqil qabul qiladi, ya'ni kapitalizm bu. Mahsulot va xizmatlar ehtiyojiga mos ravishda ishlab chiqariladi. Ya'ni bu ortiqcha ham ishlab chiqarilmaydi, kam ham ishlab chiqarilmaydi. Boyagi rejali tizimda ortiqcha yetishmovchilik ham bor edi, isrofgarchilik ham bor edi. Bunda unday narsa yo'q. Xo'sh, raqobat natijasida sifat va samaradorlik oshadi. Endi sizga tushuntiraman raqobat natijasi qanday oshishini. Masalan, ikkita kompaniya bor, bir xil mahsulot ishlab chiqarib sotadi.
individu o'rtada raqobat paydo bo'ladi. Insonlarni o'ziga jalb qilish, kimdir reklamadan foydalanadi, kimdir mahsulotni arzonroq qilib ishlab chiqaradi. O'shanaqa raqobat yuzaga keladi. Sifat ham shunga yarasha oshadi keyin. Demak, innovatsiyalar va texnik taraqqiyot rivojlanadi. Ya'ni siz o'zingizni shaxsiy mulkingiz bor, uni xohlagancha rivojlantirasiz, uni xohlagancha pul tikasiz biznesingizga yoki kapitalingizga. Xo'sh, tizim kamchiliklari bor. Jamiyat yuqori darajada farqlanishi, ya'ni bozorda endi hamma narsa muvozanat bo'lmasa, o'rtada tabaqalanish yuzaga keladi. O'sha tabaqalanish bu jamiyatning yuqori darajada farqlanishi bu. Ijtimoiy himoyaning yetishmasligi. Endi bozorda masalan bor, endi oram yo'q deb bo'lmaydi. Mashina deymiz o'zimiz. Ya'ni firibgarlarga aldansak, erta bizni hech kim ijtimoiy tomondan himoya qilmaydi. Endi ijtimoiy qadriyatlarni yo'qotish. Xo'sh, bu narsani qo'polroq tushuntirsak, sudxo'rlik. Sudxo'rlik degani bu masalan birovning haqqini o'g'irlik qilishi mumkin, aldashi mumkin, tarozida urib qolishi mumkin. Bu ijtimoiy qadriyatlarning yo'qolishiga sabab bo'ladi. Narxlar bo'yicha kelishuv imkoniyati. Endi bu narsani tushundirish nimadimi? Xo'sh, tashqi samara va zararlarning yuzaga kelishi. Bu deb man tushunishimiz mumkin. Bozorda ortiqcha ishlab chiqarilgan mahsulot ham paydo bo'lib qolishi mumkin. Agar xaridor shunga yarasha talab bermasa yo sotib ololmasa, shunga yarasha inqirozlar ham tez sodir bo'ladi. Keyingi oxirgi iqtisodiy tizimimiz bu aralash iqtisodiy tizim. Aralash iqtisodiy tizim bu nima deb tushunamiz? Bu iqtisodiy hayotni tashkil etish usuli bo'lib, unda yer va kapital shaxsiy mulk, cheklangan resurslar esa ham bozor degan joyga qaraymiz. Bunda ham bozor ham bor. Bu yerda ham hukumat ham bor. Hukumat faol ishtiroki orqali taqsimlanadi. Endi tushuntirasizmi? Aralash o'zingiz bilyapsiz, ham davlat bor, ham o'z kapitalizm, ya'ni o'z shaxsiy mulk ham bor. Siz xohlagancha mahsulot ishlab chiqarasiz va bozorga olib chiqqaningizda davlat o'sha mahsulotingizni iste'molchilarga, xaridorlarga qanday taqsimlanishiga ishtirok etadi. Ya'ni shartlar qo'yishi mumkin. Soliqlar bor, o'zimiz bilamiz, daromad solig'i. Endi aralash iqtisodiy tizimning afzalligi va kamchiliklari bor. Afzallik tomonlari 3 turdagi iqtisodiy tizimlar: an'anaviy, markazlashgan va bozor aralashmasi. Tushuntirishim, an'anaviy iqtisodiy tizim. Siz mahsulot ishlab chiqarasiz. Uni keyin markazlashgan tomon orqali bozorda sotasiz. Sizni ijtimoiy himoyangizni ta'minlab beradi bu yerda davlat. Bozor esa o'sha ishlab chiqargan mahsulotingizni tezroq ketishiga yordam beradi. Xususiy mulk bilan davlat mulkining mavjudligi o'sha ijtimoiy tenglikni sizga kafolat qilib beradi. O'sha narsa. Davlat raqobatni himoya qiladi, monopoliyalar faoliyatini cheklaydi. Monopoliyani sizga tushuntirsam qisqacha, tenglashib bu haqida to'xtalamiz. Monopoliya bu o'zimiz bilan bitta sohada gigant kompaniya. Masalan, O'zbekistonda Uztelecom shu paytgacha monopolist edi. Hozir monopolist. GM ham aytishimiz mumkin, monopolist. Endi o'zgarishi va uni ham kamchiliklari bor. Kamchilik: mamlakatdagi daromadlar notekis taqsimlanadi. Davlat sof bozor iqtisodiyotining salbiy tomonlarini kamaytirishga va kam ta'minlanganni qo'llab-quvvatlashga harakat qiladi. Demak, tushuntirsam, aralash tizimda masalan ikkita kompaniya misol qilaman, ikkita kompaniyani bittasi o'zini ko'tara oladi, qarz soliqni to'lay oladi, ikkinchisi esa uncha yaxshi emas, daromadi uncha yaxshi emas. Shuning uchun u davlatdan tinimsiz foyda olaveradi. Ana bularni tinimsiz foyda olavergandan keyin davlatdan ular pul qiladi, o'zini o'zi rivojlantirmaslikka, o'sha kamchiligi. Demak, milliy iqtisodiyotga mos rivojlanish modellari ishlab chiqilishi zarur. Kamchiliklardan biri bu. Xo'sh, bunday ijtimoiy himoyaning yetishmasligi muammo saqlanib qoladi baribir davlat aralash tizimida. Demak,